Ma'lum bo'lishicha, g'oyib bo'lganlardan biri Tursunjon To'xti. U 1983-yili Qashqar 9oq tutilgan. 2009-yili 8-oyning 1-kuni Urumchidagi o'zi ishlayotgan sartaroshxonadan tutib ketilgan. Bizga xabarni faqat bermadi. Ha, yo'lchi. U balam Ardojo duka açtı. Bu bala şu dukanı ketdi etigende. Bana birisinden telefon ketdi, menda balını ketdi. Quralliq serip ketdi deb. Bizning izimizga gellerimiz qolmadi. G'oyib bo'lganlardan biri Zakir Mehmet va Muxtar Maxat. Bular bu yil 34 va 35 yosh. Zakir Mehmet. Mening inim shu 2009-yili Chivoda o'ydan onadan ketgan qara. Onadan 8 chiqdi. Mening ustamda endi bir qo'shnilarning hozirgacha faqat izdirki yo'q. U Mehmet Abla Abduriyim. U 1992-yilda tug'ilgan. U Qog'liqdan Urumchiga ish izlab kelib, ancha uzun o'tmayli tutib ketilgan. Mening bir o'g'lim Mehmet Abla Abdurim. An 6-yilda kechda shu saqla ilk saymakan degan yerda ijaralik o'rtaga o'tdi ekan, asharni saqlab ketgan. Uchtalarni birga ketgan. Ikkisining xabari bor. Birini 10 yillik, birini qo'yibdi, o'sha yurtda bor hozir. Mening bolamning xabari yo'q. Hurmatli radio anglag'uchilar, ziyonkashlikka uchragan oilalarning oshkorlashicha 5-yildan keyin g'oyib bo'lganlarni tizimlash va ularning oilasiga javob berish ishiga Urumchi shaharlik soqchi idorasi mas'ul bo'lgan. Biz mazkur voqeada g'oyib bo'lganlarning aniq soni va bu vaqtda ishlanayotgan xizmatlarni bilib beqish uchun oldi bilan Avtonom rayonlik soqchi nazoratiga telefon qildik. Nazoratdagi ma'lum bir mas'ul xodimmi bu ishga Urumchi shaharlik soqchi idorasining mas'ul bo'lganligini oshkorladi. Bundan keyin yana bir shaharlik gumonchiligi Qodir bor. Qodir bu ahvollarni bilirdi. Shaharlik gumonchiligining layfongdan bo'lishimi? Mush layfongdan bo'lsa, mush dadvalning hammasi shuga bordi. Bu Qodir So'janti Ayana baş sordimi. Hazır ma o gumonchilik judalıqqa o'stirib mishaga evatdi. Mush Qodirdan oldan deseniz Qodir jiqlarsan so'zlardi. Qodirning o'zi so'zlashadi. Shuni Qodirning telefoni bormi sizda? Bor. 13-2-0-8-0-37. Biz bu uchurga asosan shaharlik soqchi idorasidagi Qodir ismli kishini izladik. Voy? Ha. Ya bu Qodir Jujami? Kim o'siz? Ya siz Urumchi shaharlik Guanjudan Qodirmi emasmi? Siz kim o'layman? Men Amerikadan telefon qilyapman. Amerikadan Erkin Osiyo radiosining muxbiri. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Siz shaharlik Guanjudagi vazifangiz nima? Siz Guanjudami yoki? Siz millat bilan o'tiribsiz. Ya nimda qaringiz bilan sizdan. Nimish qarin bo'lmaydi? 50 Uyg'ur yo'qolib ketsa, nimishga javob bermaysiz? Hozir juda ekanligini qanday bildingiz? 60 oylik Milliy ishlar komissiyasida o'qidim. Sizni so'rg'ini bo'lmanda. Bo'ladi. Ya unda biz chiroyli gap qilingda. Hamsa to'xtang. Hozir Amerikadan Erkin Osiyo radiosidan. Hozir bizning huquqimizcha 50 Uyg'ur 5-yil voqeasidan keyin izdiroksiz yo'qolib ketgan. Bu vaqt siz nimalarni bilsiz, nimalarni deb berasiz hozir? Men gapiramayman, faqat buyruqman. Ya to'xtang, siz mush ahvolni bilmamsiz yoki sizning ismingiz kim o'zi? Shuhrat O'shur. Ismim Shuhrat O'shur. Erkin Osiyo radiosining muxbiri. Siz huquqingiz yo'qmi yoki sizning ma'lumotingiz yo'qmi? Mening huquqim yo'q, ma'lumotim yo'q. Udulni o'zim qanday bo'ldi bu? Qanday urish kerak? Sizga urishning yo'lini deb beramsiz. Siz bilan qanday ko'rish kerak? Masalan, udul urish bo'm. Ha. Ya mada demamsiz. Unda olsa siz bilan, ya'ni siz Urumchi shaharlik Guanjuning mas'ullaridan biri bo'lgan Qodir telefon ziyoratini qabul qilmaysiz. Shundaqmi? Ya telefonni xato uribsizlar, u Qodir emas. Ya boy men Qodir dedingiz-ku. Boymas Qodir dedingizmi? Mening ismim Ha. Jujan Qodir emas. Ya siz qaysi Qodir undaqda Jujan Qodir bo'lmisiz? Voy men adatiy Qodirman. Ya bunchalar qo'rqib ketmang. Yo'g'on bir cho'ng bir davlatningki, bir shaharning Guanjuninki mas'uli. Hozirmi shu 36 mi, 56 mi hozir yo'qolib g'oyib bo'lib ketgan odamlar 5-yil voqeasidan keyin. Qanday odamlar bor? 5-yildan keyin yo'qolib ketgan odamlar. Siz dab bo'ldingiz, e'tirof qilib bo'ldingiz ham buni. Buni bu u yoqda pardazlamang. Shu qanday burada udulni so'rasiz qanday? Ya unda esa udul so'rsak bo'lmaydi ekan. Siz yo'lini dab biring. Masalan, sizga faks yo'llashimiz kerakmi? Yoki ma'lum bir grafi bormi to'ldiradigan? Yoki bosh apparatga telefon qilamdik. Siz deb biring, siz bilan sizdan shu 5-yil yo'qolib ketgan. Ha. Siz shu ahvolni biladigan odamlardan so'rasangiz bo'lgan ahvollarni. Hoshim Tinjongda egalligani egaldi Qatm rayonidan.
shaharlikdan egallash tegishlikni sizdan egallaymiz. Shuning uchun shuning uchun so'ratimiz. Agar siz tashviqot bilimni tuzuru qilgan. Ha. Sizlar bu tashviqot o'rniga kirib axborot o'rinlari. Ya, shundoq. Ba'zi narsalarni tashviqot. Ha. Ashlarni aloqalashib, falansin ziyorat qilib, so'rallar ko'rsatdi, siz udumni tuzurib ziyorat qilsangiz. Bu tushundiring mana. Men tushundim. Ya'ni siz udumlar qabul qilmaysiz ziyoratni. Undaqda biz tashviq. U odam emas deyman. Ya, unda yag'in gap qilmang. Urumsharlik Go'anjining boshlig'i mas'ullardan biri bunda yag'in gap qilsa bo'lmaydi. Siz maktabda Jongoning obro'yini qo'g'dayman davsiz to'kib yuborsiz. Bunda bir azroq bir nim samimiy. Axborot ziyorat muxbirlar ziyarati. Ya, shundoq axborot ziyorat qilyaptim. Baynaq shu ovozning hammasi xotir qoldiruvlik. Cho'ng talab qilmaymiz. Zodi 5-iyul voqeasida g'oyib bo'lib ketgan odamlardan qanchasidan sizning xabaringiz bor? Xabaringiz yo'q bo'lsa, xabarim yo'q. Xabaringiz bor bo'lsa, manchidan xabarim bor. Huquqingiz yo'q bo'lsa, mening huquqim yo'q, buni birdanga desingiz bo'ldi. Biz sizni boshqa talab qilmaymiz. Ha. Birinchisi sizga qodir men emas. Ikkinchisi mening huquqim yo'q. Uchinchisi bu ahvollarni qat'iy uqmayman. Sizning telefon nomeringizni 4 odam bizga Urumchi shaharlik Go'anjoyda jamoat xavfsizlik idorasidagi Uyg'ur mas'ul deb sizning telefon nomeringizni berdi. Bergan bo'lsa, o'sha odamga telefon urib. Unda siz mening asli vazifam bu. Men Urumchi shaharlik Go'anjoyda ishlaydiganligim ma'lum, ammo men mas'ul emas. Men palonchirib shuni dang, buniki bir cho'ng bir xatir yo'q-ku. Shaxsiy salohiyatimizni qalayga oshkorlab yursak yaxshi emas. Ya, demak shaxsiy salohiyatingiz oshkorlansa sizga bir tahdid shakllandi degan gap. Abs Qodir, o'zingizni bildirishni xohlamamsiz? Hurmatli radio anglag'uchilar. Mazkur amaldorning yuqorqi ziddiyatli javoblari 5-iyul voqeasidan keyin Uyg'urlar orasida izdiraksiz g'oyib bo'lish voqeasining jiddiyligi va g'oyib bo'lganlar sonining ko'pligini, shundaqla bu voqeani jimiqtirishda Xitoy hukumatining qiynalayotganligini oshkorlamoqda. Go'anjiga beringlar shu yerda javob berdi dedi. Urumchi shaharlik Go'anjiga ayu atiganda berib kechdi keldimi? To'xtab turinglar dedi. To'xtab turinglar, biz topolmadik balangni. To'xtab turinglar dedi. Uyg'ur boshliqi bormi, yo'qmi Urumchi shaharlik Go'anjida bo'lsa? Qodir deb bir Uyg'ur boshliq bor ekan. U chiqqan unimidi, biz uni ko'rishgan unimidi. Hurmatli radio anglag'uchilar. Yuqorida biz 5-iyuldan keyin g'oyib bo'lgan 4 kishining kimligi va Urumchi shaharlik soqchi idorasidagi bir amaldorning mazkur voqeaga qarata inkosini anglatdik.